Esselamu aleyküm. Avazım kilvatan mı karındaşlar? Ha, eğer avazım kilvatkan bolsa keldi dep koýaňlar. Avaz kilvatan bu. Alo. Selamünaleyküm. Fazla أجابك والله فاضلة والله Avazım kilvatan da avaz. ما لسه في البيت ما Hı. أجابك والله فاضلة Avazım kilvatan da avaz. Kiliyor tuttu. Tuttu ama. بعد 12 ونص تعال Yani بدري تعال بدري عشان المسجد بيمتلي بس bugün meyede bir vakaga gözüm çüp kaldı. Yani bu şu nimişka bu doğruluk yapılışka tovar kep kaldı desem la kaderli karındaşlar. Mene Bilal Uygur diyen karındaşımız mı Abdal Tuni mi bu arada? İstanbul'daki dükkanın bağı. Salamlaştan başka bir alakamız yok aramızda. Uygur meclisini takip ettiler. Yaxşı suyunub, nima qildim, ba'zi tijorat ishlarida maslahat so'radim. Degandek, burada Kanadada, yani Ahmetcan Osman yaşayotgan davlatda yashayotdi. Erkin dunyoda. Ama şu erkin dünyada yaşayotgan bu qarindishimizningki yozmasida nima debdi desanglar, Mao ilişki adamı köydürgen tonunu men təminlegen bir tane ne harfi aksda imla hatalıqla kem kaptı. Emdi nimi demekçi desenler bu adam til tekkizmegen ilham topludun tutup lager şagirdleri biçe. İslam dinimizden tutup örüp adetlerimiz geçe. Hiç nime kalmadı. Bu nime?
bu tonning pulini to'lab berolmasligi mumkin. Shunga mana gapga qaranglar, nima shaxsiyatiga tegyotidi. Mao Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi bu sarangning rasmini tor betidan chiqarib tashlab, bu uyushmani qo'llab kelayotganlardan kechirim so'rasin debdi. Hozir bir odam, bu birodar qaragan chog'da bu Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Jamiyatininki a'zosi bo'lmasligi mumkin. Ondan keyin o bir uyushmadan talab qilayotgan gap hozir. Bir odam bir uyushmaga buyruq tushiradi. Tor betidan chiqarib tashlab, bu uyushmani qo'llab kelayotganlardan kechirim so'rasin yoki tonning pulini to'lab bersin debdi. Chekitlashlari joyida emas. Az bo'lsa-mu tegishli yoki iyona qilib o'tay debdi. Endi $100 pulkan, shuni birga iyona qilmoqchi ekan, ammo o'zi sotgan yoki o'zi berganmi bilmadim, endi qaragan chog'da haqsiz berayotgan o'xshamamda. Shu $100'ni birisiga iyona qilmoqchi ekan endi. Shu $100'ni elib boshqa bir yerga iyona qilar ekan. Hozirgacha necha $100,000 yo'qotib qo'yapman. Hech bunchalik rohasiz bo'lmagan men. Ammo Mao nimaga ko'ydirib qo'ygan tonga bek ichim og'riyotidi deyotidi. Endi bu shu birodar o'zi ko'ydirib qo'ydimi bu? O'zi ko'ydirib qo'ygan bo'lsa, balkim zaharlanib o'lib ketishi mumkin endi Bilal Uyg'ur efendim uchun. Bir odamning shaxsiyatiga tegishning nima hojati endi-ku? Masalan, $100 pulni berolmaydi, bu berolmasligi mumkin debdi. Endi qiziq bu ish Cumhuriyetning qurilgan kuni 102-yilida 29 Ekim. Endi bu Bilal Uyg'ur efendimniki Türkiye Cumhuriyetining juma. Shu nimani chiqiribdi, buning ostiga yozilgan inkaslar bir qarab boqaylik. Bizning Uyg'urlarningki holini hozir mishaldan ko'ramiz. Bu qarab boqaylik, bu yerga nihoyatda xushal holatda shu uyushmaning qurg'uvchilaridan akamiz meni bo'yniga gulchambarak esibdi. Ma yendiki odam bu kurtilishi mumkin. Bunu yazgıcı şu Türkiye'deki yazgıçlar cemiyetinki bir başlığı bu. Ahmetçi Osmanlı'ga siz imza koyup da onun şiirlerini okup belki bu fikirler bu yakının yankısı elkısa o bu degen bu ne çıkıştım burun. Bu Ahmetcan Osman Efendi'ninki okugan ya yazgan şiirlerini okup şunu onun huzuruyla nima qilgan mestanları belki she'rlarni yaxshi yozadi, shu she'riy tilga boy. Ammo nima demoqchi ekanligini ba'zidan bilmay qoladi. Shuning bilan bunga she'r deb ashundoq nomchi ketgan bu otimizniki. Hatto arablarningki shu jaholiyat davridagi she'rlarni yaxshi biladi. Hatto bir darajasini bir odamning arab tilidagi darajasini bilmoqchi bo'lsa, voy bu odam jaholiyat zamonidagi she'rlarni yaxshi biladi. Da she'rni yoza oladi. Shu arablarmi bunga qo'l qo'ydi degan odam mana shu Ahmadjon Osmon. Binoyi yozgan narsa qarab aqsda Uyg'ur adabiyotini adammış bir ömür. Kurashchan shoir. Qanday odamni kurashchan deydi. Ahmadjon Osmon tavalludining 60 yıllık, 60 yaşga kelgan vaqtida tegizgan tonkan bu. 40 yıllık edebi ijodni xotirlash faoliyati deb shu faoliyatni qilibdi, shundami? Buni kim qilibdi? Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi. World Uyghur Writers Union. Nima? 3300 ergashuvchisi var, takipçisi var bir organ demoqchi. O'ylab boqinglar. Mana bu
Uygurlar kelip, hatta Dünya Uygur Kurultayı'nınki muavin reisi, Türkiye'deki vakfınınki başlığı, kardeşimiz Abdurrahim oturup dua aldı şu. Yani onun yendikinden tanımaydı kendine. Aksik şu Abdurrahim şu. Ma yendiki şu maşu şiddetininki İstanbul Şubesi. TYB Türkiye Yazarlar Birliği. Türkiye Yazarlar Birliği'ninki İstanbul Şubesi. Şehirde olan faaliyet etken kadarlık qarindoshlar. Ana, men Aminem ba, Fatimem ba, Reşitkamın ayalım ba, başkalarım ba demişim. Hemmesi ba. Elde nemin baken, Murat'ın baken, Tohtun baken ben tuni durakça. Manıma hazır reise Ahmet nime Mahmutcan, qarindishimiz Mahmutcan Yasin. Nima Abdülcilil Turan'ı baken. Mana mağazanın bir nimesi neşirden çıktı. Mahallemizin bilim küçüğünün programısı var. Ma kardeşimiz avazım yaxşı, üzümü şair, nəhayət yaxşı hizmetlerini kılıp atkan kardeşimiz. Yine ben tanıydıqanlar hamısı barken bir yere. Ahmet Şah Osman 60 yaş kiygen vaxtıyken. Yine kitapları aldı duruptu. Yine adamı söz kıptı yine. Yine güzel hatırlarken tut. Hem de kandak kılıp nim bulap hem de bu iş bu halı geldi için. Bu halatga kep kaldı. Hazirende erxil yazmalar var. Bu to'g'riliq erxil tahlillar var. Buni bir qarab chiqayli. Bizningki Uyg'urlarningki ro'yi holatini bir nima qildim. Nima Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasininki 2024 9 Hazironda chiqqan bayon nimasi ekan? Shu faoliyatdan bir xabar ekan. Endi mana qilishimdagi sabab balkim shu Bilal degan qarindishimiz $100 talab qilibdi Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasidan. Onundan sırt yana mushu rasmlarni tor betidan chiqarib etishni talab qilibdi. Balkim bu rasmlar chiqarib etilishi mumkin yoki shunday turishi mumkin. Onu men bilmayman. Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi o'zi qaror berdi. Balkim $100 pulni to'lab berishi mumkin. O chog'da deyilgan men bu yerda buni bir hujjatlik film, hujjat qatorida saqlab qo'yayim shu. Men deydigan boshqa gaplarim bor. Tünügün Dünya Uygur Yazgıçlar Uyuşması'nın 3. növbetdeki reisi. Uygur şiiriyetinde yeni ufuk açıkçı. Talantlı şair Ahmetcan Osman Tevellütü'nün 60 yıllığı. Yani bu adam 2024 yılında 9. iyunda 60 yaş kişiye vakti tebrikleyen vakitte bu Ahmetcan Osman akımızı birilgen Medya sözleri Uygur şiiriyetiyle yani ne yaptı? Dünya Uygur Yazgıçlar Uyuşması'nın 3. nöbetdeki reisi, Uygur şiiriyetinde yeni ufuk açıkçı, talantlık şair Ahmetcan Osman Tevellütü'nün 60 yıllığı, icadiyet hayatının 40 yıllığı münasebeti bilen İstanbul'da şairini hatırlaş, tebrikleş faaliyeti elip verildi. Bu bir haber. Çekitpeşleri hem nesine isim bardı. Ameliyelerle isimleri için tuturlar. Faaliyetke Türkiye Yazgıçlar Birliği İstanbul Şubesi Başlığı Mahmut Bikali, Uyuşma Sabık Reisi Abdüşkür Muhammed Kuntur, Muavin Reis Rahile Kemal ve bir kısım cemaat erbapları katlaştı. Demek bu cemaat erbapları bakiyen bu faaliyetin içinde. Bular hemmesi ortak bir noktada kelip, onun için bu adamga Ahmetcan Osman'a şu tonni kiygizli deyishib, ortak karar bilen kiygizgen. Bunun için
Buni hargizmi Uyg'urlarga, butkul Uyg'ur xalqiga saylam o'tkazib, menda bir do'ppi kiygizimiz, tom kiygizimiz, shunga qaytilmaymsiz, qaytilmaymsiz deb ulardan so'ragan bir ish yo'q deyanicha. Bu bir tashkilotning ishi ekan. Albatta tashkilot deganda shu tashkilot qurgan odamlar o'zlari bir yerga kelib, o'zlari qaror qiladi, sirtkilarga faqat unga bir maslahat berish, fikr berish nimasi bor. Men Uyg'ur akademiyasida qurgan 9 yigitning birisi 2909 ayning 9 kuni qurdik. Bu 9 yigitning birisi birinchi yil esa Uyg'ur akademiyasining faoliyatini qilish uchun birinchi yili juma 36 qitim hafta oxiri yakshanba kunlari, shanba kunlari, yakshanba kunlari faoliyatlarni o'tkazdik, yakshanba kunlari 36 qitim. Bir yilda 52 hafta var. O'ylab bakinglar. Bir tashkilotni qurish, uni harakatlantirish, uni davomlashtirish oson ish emas, qarindoshlar. Shoirning hayoti, ijodiy faoliyatlar ustida maqolalar, hatto maqola yozibdi. Onun Arabcha va boshqa tildagi she'r to'plamlari haqida baholar o'qib o'tildi. She'rlar dikilmasiya qilindi. Shoirning uzun yillik she'riyat tajribasining xulosasi sifatida yozgan yangi kitobi She'r nima? Qandoq tonishtirildi. Kitobning ismi She'r nima? Qandoq. Oxirida shoirga ton ko'ydirildi. Yangi kitob nashr qilinibdi. Undan keyin tonishtirilibdi. O yerda ton kiygizilibdi. Biz shoir Ahmadjon Osmonning bundan keyingi hayotiga xotirjamlik, baxt va ijodiyatiga yanama utuqlar tilaymiz. Bu gaplar, bu yozilgan, bu misralar, bu xabarlar, bu tilaklar Ahmadjon Osmonningki asarlariga qarata yozilgan. Shundaqmi? Tamam. Hamda bu Bilal'ninki yazgan mayaniki bunaqa mesela bu adam til tekkizmegen ilham toptu, lager şagirdleri, İslam dinimiz, tutup örüp adetlerimizce hem hiç nima kalmadı depti. Muşununla Bilal pakit tapanmasa, bu bununla töhmet topup kaladı. Ay pakit degen ba deyişinler mümkün. Qanday pakitinglarni chiqarsang bo'ldi. Undan keyin men buningga qarshi 69 yorum bor ekan. Meni Erkin, Feridun, Bilimyar, Qutlug' Bilal Uyg'ur, Abdullah Sabit, İhsan Umun, Ömer Uyg'ur, Uyg'ur razvedchik maktab yakicha, Ruxsar Hasan, Fatima Seyyah, Aliya İsa, Abdullah Miskin, bilingmi? Nurshad Asim, Abdullah Tarim, Qalbinur Avod, Qasim deb birisi bor. O Ali madamni isinglar uchun tutinglar. Qalbinurmi yaxshi bir narsa yozibdi. Tahir Muhammad, Dolqun Yasin, bu ismlar hammasi yorum yozgan ekan. Bilingmi? Paylaşım Kenan Yar, Qasim Qasim, Uyg'urnaz Uyg'ur. Bular paylaşıptı. Yani, Altın Toprak tor bekiti, tor do'koni, o bu deyindek yani qog'ozlarni ko'ramaymiz. Hamda bir tüm yorumlarga qarab bakılı barliq tushgan inkaslarga. Mana İhsan Ummun. Sizmi qiziqmi nima? Haqqi bir tal ton kiygizib qo'yib, bundan keyin men bilan o'xshash narsa o'ylab, men bilan o'xshash narsa deysan deb turib olamsiz. Bu savol bekli isildi. Manda savolni
asa adam so'ramaydi. Ma İhsan'ınki suali bu bir yozuvchi, nima, muxbir ham yozuvchi, bu qarindishimiz yaxshi fikr qiladi. O ton bir odamning adabiy asarlarining sha'niga berilgan tondir. Yuqorida o'ylab chiqdim, yuqorida o'qib chiqdim. Yer yozgan narsalar shularni isbotlaydi. Agar ma'vu tonni kiyib og'zingni yuma deydigan ishingiz bo'lgan bo'lsa, keng siriq jabudan birini sovg'a qilsangiz bo'ptikan asli debdi. To'g'ri bu gap. Hozir endi bu tonni kiygizgandan keyin buningga binoan yozmaysan demabdi. Hayotiga xotirjamlik, baxt va ijodiyatga yedim utuqlar tilaymiz debdi. Mana bu uyushmaning gapi ekan. Endi qaranglar. İşinin qiziqi niyada. Buni qo'llaganlar Abdullah Sabit, Bilimyar, Erkin Firidim, Sattar Qodir boshqa manba orasida. Men shunga bu odamga Fotimaga xat yozmadim. Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasiga yozdim debdi. Turklardimi yigitni o'ltir, haqqini ber deydigan bir gap bor. Ahmadjon Osmonning sizga o'xshamaydigan diniy yoki falsafiy tushunchalari bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rmasangiz, mansitmasangiz, o'qimasangiz, qabul qilmasangiz tamoman bo'ladi. Bu gapni obdan anglanglar. Ahmadjon Osmonning turklarda yigitni o'ldir, haqqini ver deydigan bir ataso'zi bor. Ahmadjon Osmonning sizga o'xshamaydigan diniy yoki falsafiy tushunchalari bo'lishi mumkin. Tamam, hozir o'rtaga chiqdi. Burma bo'lishi mumkin uchun. Yaxshi ko'rmasangiz, mansitmasangiz, o'qimasangiz, qabul qilmasangiz tamoman bo'ladi. Ya'ni o'qisangmi, qabul qilmasang bo'ladi masalan shu. Anglasangmi, qabul qilmasang bo'ladi. U ton Ahmadjon Osmonning falsafiy tushunchalariga yoki diniy e'tiqodiga emas. Magab yuqoridama qarasak ijodiyatiga debdi masalan. Felsefi düşüncelerine yoki dini e'tiqodiga emas. Bu felsefi düşünceleri bilan dini e'tiqodi to'g'riliq gaplar shu nimada men shundoq men shundoq o'ylayman. Men shundoq qarayman degan programmada. Yerda siyosiy kurash, siyosiy tushunchalardan o'tirib qo'yganlar. Birlik to'g'riliq gap qilinglar, milliylik to'g'riliq gap qilinglar. O'zininkini o'tirib qo'ydi, boshqalarni o'zlari o'tirib qo'ydi, shunaqa faoliyatlarni qildi. Mana shu milliylik to'g'rida, milliyning nima ma'nisiga bir kirishib qolsin deb, mana birga programmaga qatnashdim, qabul qildim. Undan keyin ata Kerem Zoirma nima uning oldida taklif qildi, kiyimni taklif qildi, o'zaro program qildi. Ya bu diniy ko'z qarashi jihatdan islomga o'zini musulmon deb deydi, Qur'onni Allohning kitobi deb biladi, hadislarni vahiy demaydi. Deganligi to'g'riliq masalalarda o'ziniki ba'zi fikrlarini o'tirib qo'ydi. Keyin hatto men shundan qarayman degan shu programning 28-qismiga deyman. Mevlam bilan qilgan programda shu biz to'g'riliq so'ragan bizni Qur'onchi deydi, masalan, hadis inkorchisi deydi, dinasi deydi-ku bular. Shularga bo'lgan ko'z qarashingiz qanday deganda, uning o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Tamam. Diniy e'tiqodiga qarata. Undan keyin Uyg'ur adabiyotiga qo'shgan to'kisiga, Uyg'ur zamonaviy adabiyotiga qo'shgan nurg'un o'chmas asarlariga berildi. Tamam. Bir kişinin idisi yoki e'tiqodi bizga o'xshamaganligi uchunla u odamning butun to'kisini biroqla qizil qalam bilan siz. Men o'qigan bir odamningki degan gapi ham shu. Yani buni normal bir inson asli normal bo'lishga tegishli gap mushu ham shu. Tutum mushu.
İhsan, ikimiz bu işi tartışıp yürümeyli. Bu adam benimle başka Uygur Müslüman karindaşlarının dinimiz gıla emas. Sizning mu hem aşı lagerda ko'rmagan kunni ko'rib shu azoblik kechirmishlarini her eslab shohidlik qilganda yuraklari ezilayotgan hemşerimiz hadimizgimi til tekkizib qolmay yana tehi mayli qaysi ideologiyada bo'lsin ishqilib Uyg'ur uchun turmada yetayotgan Ilhom To'xtag'imi til tekkizib o'rgan odamga ko'ydirib qo'ysa ma'qul deb o'tmaydi. Tamam. Agar sen uni sotgan bo'lsang, ana bu yerda men gap qilmay turay, ostidagi yorumlar, ostidagi inkaslar o'zinglar qaranglar, nihoyatda qiziqarli, ichinishli ham ba'zi yaxshi nimalar bor. Ammo men buni shu yozg'ichlar uyushmasiga yozdim. Av Siriqtik xotun, mana Siriqtik xotun, bu bir odamni tasviri mavjud. Ahmadjon Osman ayada qilib qoldi, endi kelib boshqa birisiga til tekkizyotidi. Av Siriqtik xotun debchi. Ma'lum bir tijoratchininki og'zidan chiqadigan gap bo'lmish uchun. Men Bilal bilan bir adovatim yo'q. Ama o'zi yozgan narsa men uchun ko'rib boqinglar. O'zicha atkash qilib, men to'layman pulingni deb yuriydi. Nimani bo'lmasin, tonning pulini to'lagankin, men uchun bir xaridor deb boshqa gap qilmadim deydi. Ammo hozirgacha hech pul kelmadi. Endi buning nim desam bo'lar? Hey, bo'ldilar, hep endi qalaymiqan gap qilib boqsin, qani deb o'ttirdim shu deydi. Mana sen Kanada'da yaşavatsa, o kızlar Avustralya'da yaşayıptı. Hazır hem de ne diken? Saudi diken. Belki bir amallarını kılıp silüveti de kandı pul ne? Maksat pul demeskini bilisiz kaçan. Sizlerinin uyuşma muşundak bir adamdan çek çivrisi acat mı sağa? Yani bir uyuşmak levatıdı. $100'lık çapan satkına. Men işu tongu ketken latığımı içim içidiken. Pulni Türkiye'de ihtiyaclık bo'lgan birisiga atquzay, tutturing debdi. Endi shu pulni bergan vaqtingizda Bilal efendi, shu chapandan $100'lik puldan olgan, agar $1000 berib qolsa, $1000 pul. Bu pulning hikoyasi mandaq deb hikoyani aytib, undan keyin shu pulni ehtiyoj borlarga berasiz. Qani alam degan ehtiyoj bor uchun. Maqsad pulda emas, depsiz endi shu. Bu hayron qolarlik gaplarda buchu. To'lab bersin, ikkilanmang, bu bir ibrat bo'lg'usi inshaalloh debdi. Qosim degani. Bu qanday odam bilmayman. Dadasi azon qo'ygan ismi nima? Qosimmi, Amo bilmadim. Bu odam shu torlarda insonlarni kishkirtirgan, to'xtamay bizni tillaydigan o'sha bir odam endi bu shu. Kimligini bilmayman. Hey, mana bu odamga men o'sha degan gapi uchun pul to'lab berib qutulish sizning qaroringizmi? Uyushmalarning qarorimi debdi. Buni kimga dedi? Men bilmadim. Pul to'lab berib qutulish debdi qaranglar. Endi hozir pulni $100'ını bergandan keyin bu uyushma bu Bilal efendimninki nimasidan qutulanmaydi ekan. Agar resimni chiqaryapmasa, Ahmadjon Osmonni yerga patyapmasa, barliq resimlarini, barliq Ahmadjon Osman shu dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasida xizmat qilgan shu yillardagi barliq xotiralarini hammasini pokiz yuvib tozalab etish kerakda. $100 bergandan keyin yana qutulanmaydi. Sizmi
meseleni xili obdan ayırıp qaraydı ekansiz ha debdi. Kimligini bilmayman. Men za tonning pulini to'lab berishni talab qilib turibman-da. Bo'ptilar deydi. Hozir hamda meseleni ayırıp etmanglar, 100 dollar bilan qutulanmaysiz demoqchi o'xshaydi. Siz qachon urasiz pulni? Fatimamo men urma deb atkaşlık qilib yo'qolib ketdi deydi. Meseleni ayırıp qarash, ma'lum gap Xitoy fuqarolari bilan hukumatini ayirib qarash degan gaplarga o'xshab qoladigan gapkan debdi. Tamam. Hukumat bilan fuqaroni ayirmaydi ekanmiz. Tamam. Men sizdek pek bilimlik bo'lmasammu, sizga bir tavsiyam bor meseledir. Buni hargiz ayirib qaramang debdi. Bu birodar buni nasihat qilyapti-da uyushmadagi birisiga. Qarang, uyushmanlarning sahifasini men hambarlab qo'ydim. Ana sizga ko'ranmadimi? Ashu sizlarning munosabat uzguninglar. Demak shu g'ana chiqargan nima ekanda? Endi bizim bu Abdullah Sabit Bilal efendimga debdi. Bu Amerikadagi bizning Abdullah Sabit qarindishimiz. Bilalga sana yaraşmadı. Mümkün bo'lsa bu tishimini o'chirib etdi. Men endi o'chirib etishdan burun bu bir xotira. Bizningki Uyg'ur xalqimizningki hozirgi ruhiy holatini bir nima deymiz endi? Mümkün bo'lsa bu tishimini o'chirib et. Ahmadjonni menmi yaxshi ko'rmayman. Tamam. Ahmadjonni yaxshi ko'rmayman debdi. Ahmadjon bilan onun fikri, onun göz qarashi. Ahmadjon balkim göz qarashlaridan yenishi mumkin yoki yanmasligi mumkin. Ama bir odam bilan onun fikrini ayırıp qarash kerak. Yani bunun uchun ben ko'proq neyimiz endi bu gapni qilsam bizim Abdullah Sabit qarindishim tegib ketmasin. Ko'proq sabr ketadi, ko'proq kitob o'qish kerak. Tirishyapti da. Lekin yigit odam qilgan so'g'ini qaytir demaydi. Bu gapim meni eng esil gap. Shuni hozir o'qiyotgan, yozilayotgan gaplarning ichida mana Uyg'urlarningki maqol tamsilida Uyg'urlarning xalqi, Uyg'ur xalqininki ma'naviy boyligida, ata so'zlarida, axloqida, bu toplumsal axloq. Yigit adam qilgan so'g'ini qaytir demaydi. Men sen bu yazmalarni sana munosib ko'rmadim debdi. İş chaqiribdi. Bizningki Abdullah Sabit qarindishimizning Bilalga. Endi buningdan bir saviyani ko'rib olasizlar. Qarindishimiz Abdullah Sabitdan Alloh rozi bo'lsin. Uningdan keyin Abdullah yana ona cevap beribdi. Bilal Uyg'ur Abdullah efendimga. Men bu odamga so'q qilmagan aka. Uyushmani qo'llagan. Ama bu uyushmada bu adamın uçsida bu ton köydürülük halatda tursa sen işim ağrıdı. Bana bir şekil peşlerine daha çok kuyap yazsanlar takımı yaxşı olurdu. Bilmezsene ticaretçi adam aldıraş. Tonga ketken latıga. Mini bildiğanlar bildi. Nurunun katım neçi 100.000 dolar yoktub kuyap hiç bulmay yaşığınını gap pulda emas. Gap pulda emaskin, gap boshqa. Bu ko'nglim bek yerim bo'ldi 100.000 dollarga. İşiniz ağrımaydı ekan, ama 100 dollar mayli. Amma yenalam yigit bo'lishini xohlayman. Ma Abdullah Sabitning qani yigitligi bor shu. Ma qarindishimizning. Buni bilinglar. Yigit bo'lishini xohlayman. Aman bo'lgin debdi. Sizning deganingiz men tamamen düşünmem. Chiqargan o'sha tema
qanchalik odamning diqqatini tortolmaydiganligini, ko'pchilikning ko'z qarashini sizlarning uyushmadagilar cho'qim ko'rdi. Har qanday bir organ xalqsiz taraqqiy qilmaydi. Menmi shunga yuqorida sizning gapingizni uyushmaningmi deb so'rab qo'ydim. Shunga uyushmanglar bilan maslahatlashib baqqaninglarda yaxshi. Men yana eskartib qo'yay. Maqsad pul emas. O odamning rasmini, yozmalarini uyushmanglardan chiqarib etishinglar uchun chiqardim. Hem bumu yolg'iz mağıl emas, xalqningmi ovozidir. Bilal efendimninki Uyg'ur xalqining ovozi. Mana Bilal efendim Uyg'ur xalqining ovozi ekan. Bu xalq qaysi xalq endi-chu? Nechada uyushma o'zi Uyg'ur xalqininki nimasiga bir 3 tane narsani ostini sizib qo'ygandim. Ahmadjon Osmonni yerda chiqarib o'tishniki sabablarini so'zlab qilgan yozgan bayonotida yerda shu xalqning urf-odatlariga, diniy e'tiqodiga, ideologiyasiga qarshi gaplar qilingan bir xalqning bu yerda xalqning ovozi bor-ku. Bu gaplar nihoyatda shu deyman, birga olib gap qilmay. Xalqning ovozi ekan, tamom. Bu xalqning ovozi shunday bo'lsa, ko'nglim yerim bo'ldi. Bäginini qaytırılandı. Qaytırıvalmandı. Bumu şu kişinin erkinligi. Şundaq emasma? Ma Ummun İhsan'a ma Kasim işi gütürdü. Ama lekin bularning işini kelayotgan, Qur'on bilan teng kelayotgan hadislarida, rivoyatlarida bergan sovg'atni yondirib olish deydigan binasi yo'q. Onu cheklaydi. Ama bunu teşvik kılıvatıdı. Anladın mı? İhsan'a şunu öğütüdü. İhsan hadisini tapsan, qarab baksan olur. Şunların dinide aç doğruluk məlumatlar var. Bu sizlərinin sünni dininglarına xilaf. Bu doğruluk hadisimi təyya olmasa. Hemen dep koydum. Bunu ben ma Adem'e emas, ma Abdullah'a dedim de bu gapni. Mençi sesqçusini ilanға chiqaray deb chiqargan jidal bu. Asli pul birdigini juva ilani qilguchi. Ahmed Efendi bakaga ilan qilib turibdi deydi. Bu Erkin Freedom'ninki, Erkin degan qarindishimizning bu. İhsan'a degan gap ekan-da. Men unda qaramayman. Ko'nglim yerim bo'ldi. Kechirsizlar. Ba'zilarning inkosini yutib turdim. Mana. Chunki shaxsiyatiga tegib tilishib ketsanglar, bu birodar shaxsiyatiga tegish deganni bekabdan bilar ekan. Ammo ustida yozilgan inkoslardan biroz savoq qilish kerakmi, nima bilmadim. Ba'zilarning inkosini yutib turdim, chunki shaxsiyatiga tegib tilishib ketsanglar. Endi boshqalarni tilishib ketmanglar deb o'zi ishni teribdi. O'zi shaxsiyatiga tegibdi. Men işte qardim-da. Ama başkalarının onun şahsiyetiga tegishini xohlamabdim shu. Men o'ng'aysizlanib qolganman, chunki hech bir talash tortishishning oxiri chiqmaydi. Mana bu gap hech bir talash tortishishning oxiri chiqmaydi. Chunki hech bir talash tortishishning oxiri chiqmaydi. Bu hammamizga ayon. Shunga naq unumli ish qilgan yaxshi deb o'ylayman. Talash tortishni qat'iy xohlamaydi ekan o'zi. Ayığı çıkmaydiganligini bildi ekan. Bilmedim. Bu qanday bir ro'y holat.
Tonning puli $100. Emma Fatime Hanım özü 10 hisse berimen. Tonning puli $100. Emma Fatime Hanım özü 10 hisse berimen. Şuna qısıp qoyğunun bolsun deb, özü çiң nima deydi bu? Qısıp qoyğunun bolsun deb, özü çiң turib oldi. Yazganlar bana, köymügenler külep kuyumlu cuma, cemaat, men hiç kimni mecburlamadım. Hem de ben Fatime Hanım'ni texmo. Hazırımda 10 hessi bir ben deptiken, yani hazır mı? Fatime Hanım deptim. Bayatım üstünde başka bir gepler kıptı. Onu kayıtla oluşun hacet yok. Asla mecburlamadım. Ama ustazı üçün üzü mert kılımen dedi. Bunun guvah bol kuyumladı. Chiqib men 10 hessi birimen degan Fatime Seyyah Hanım. Mana mush xonim shu. Fatime Hanım çijliqmi dedi. Çijliq turdingizmi? Sal aldirash bo'lib qolgan o'xshamamsiz. Hisobatimga pul kelmadi. Aslida siz bilan aloqasi yo'qdi. Ammo bek sakrab ketdingiz. Men turibla igizpas gap qilib saltdim. Xato gap qildim desangiz, hozir endi yana shu xato gapni qildim desangiz deb, yana Fatime Hanım o narsa bilmen desa, bu shuningga xato gap desangiz, tamoman to'g'ri tushunma juma debdi. Ey Xudoyim, o narsa bilmen deganlar menda hech qutlanmag'liq. Maqsad pul emasdi. Men faqat Mavo Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi degan o'qimishliq odamlarga yozgan. Afsus bular ko'may qolmaydi bu uchurni, ammo bular mushundaq shoirning ijodiyatlarini qo'llandigandi. Bumi bir savol bo'ldi. Mushundaq bir shoir. Her az av siriptik beşleklep ketken pul atmadı xabringlarda bo'lsin. Meni magap bu bizning Bilal efendimga yaraşmaydigan gap. Bilal Uyg'ur hattochu efendimga yaraşmaydigan gap. Hey ziyolilaringmi tayinlikkan bu dunyo debdi. Mana endi gap ziyolilar o'tdi. Anladingmi? Hey ziyolilaringmi tayinlikkan bu dunyo debdi. Mana avval mushu. Qadrli qarindoshlar, bu voqealar ko'nglimizni bek yerim qildi. Bu ish Ahmadjonga bo'lganlik uchun emas. Hey Bilal, qancha pul bu to'ning bilan Fatima Sayyorniki degan gapi. Faoliyatni Yozuvchilar uyushmasidan men o'rinlashtirgan. Bank hisobimni evet. 10 hissa pulini evet. Sadiqaga ehtiyojimiz azaldan yo'q edi. Ko'nglim deb evatking uchun qabul qilgan edik. Ko'nglim deb evatking uchun qabul qilgan edik. Tez yo'lla hisobingni. Aldingmi? Ko'ngli deb evatibdikan. Ko'nglim. O'chog'dagi ko'ngil qanday ko'ngil? Hozirgi ko'ngil qanday ko'ngil endi? Ko'ngil to'g'ri Ahmadjonninki nurg'un gaplari va Ahmadjon Osmonninki. Men endi bu ko'ngil qanday ko'ngilligini bilmay qoldim. Mana yigitlik borda Fatima Sayyohniki. Ahmadjon menga boshqa bir narsa chiqarib qo'yibdi, u yerga kirib ketmay. Uyg'ur razvedchik, bizning Uyg'ur razvedchikimiz Esil Bilal debdi. Bizning Uyg'ur razvedchikimiz buni qo'llabdi. Quvvatlabdi razvedchiklar. İşçiden sesip
Jırındaydı bundakla. Yanıma. İşçiden sesip jırındaydı bundakla. Yani bu Ahmet Cemal'le kalmaklık. Bundakla kimler için? Biz guva. Eğer pulunu tüleyemese, hakkını halal kılmanla kıyamette biz guva. Bak kıyamette bu kıyamet kadar kıyamet için. Kıyamette biz guva deymiz. Kıyametning nimaligini bilmay qolishaydi. Bu qarindishimiz. Halal qilmoqlarni, haqqini halal qilmoqlar deydi Uyg'ur yozuvchi. To'layolmasa, agar pulini to'layolmasa, hozir bu biz guvoh, bu kim guvoh? Ashu ishqi guvoh ekan. Qiyomatda guvoh bo'ladi ekan hatto. Hatto haqqini halol qilmoqlar degan o'sha gapni qilganligiga qiyomatda bizmi guvoh deydi. Hey. Sen malını sattın. Bu bilimyar Kutluk degan kardeşimizki. Erkin tefekkür degan nimasi bilan. Sen malını sattın, pulunu ayrım halde senden algıçıdın. Zakas bergücüdün sonra. Ahırda onu kim işletti, kim keydi? Kandak adam keydi? Bu senin başkuruş yoki kontrol dairende emas. Sen fakat bir sodigar, xudo emas. Xalqning nima ish qilish erkinligini sen cheklamaysan. Cheklamaysan. Cheklash haddingmi emas. Mushunchalik kichik ish uchun to'rga chiqarib, o'zanga xalqning diqqatini tortib, nafsing va sodang uchun vanxung bo'laman deb tayini yo'q chuprandi qilma. Nazarimdan tushding. Gap ig'ir ketibdi, ammo to'g'ri gap. Bir savodiga o malni satqandan keyin uni kim kiydi, onun bilan hapilishib o'tirmas kerak-da. Unda hapilishib o'tirsam sotilmaydi menimi. Tijarati yurmaydi. Bu gapni qilsam boshqa aytibdiganlar, akasamni aytdinglar, tijoratchi pulni to'naydi. Tijoratchi foyda, ziyon. Shuni ham o'ylaydi. Shu. Uni kimga sotdi, kim kiydi? Masalan, bu gaplarga men kirmay. Mana yozilgan inkasda mush ekan, qolganlari chiqmayotidi. Balkim bu tema o'chirilib ketgan bo'lishi mumkin. Bu bir xotirib qolsin deb shuni qildim, qadrli qarindoshlar. Bu balki nihoyatda nima xotirib emas, ammo lekin millatninki ruhiy holatini hozir bir tushuntirib turdi. Buni o'zinglar qanday qarashlar bu xil ahvollarni bilmadim. Hatto endi meningki chiqargan kitoblarimni benim chiqargan kitoblarim bordi. Dünya Uyghur Yazgıçlar Cemiyeti'ninki logosu ekan mening nomimda. Meni bayonot. Mushu uyushmaning bayonoti chiqqandan keyin, undan keyin bu Bilal efendimninki ko'z qarashlari o'zgardi degan gapda. Shunami? Keyingi vaqtlarda meni, bu keyingi vaqt uyushmaning rahbarlik hay'atini saylashichi ishlar bo'ldi debdi. O'zining shaxsiy ko'z qarashi ijod uyushmaning qurilish maqsadiga xilof holda biz mana hech qanday shaxsning shaxsiy ko'z qarashiga va uni ifodalash erkinligiga cheklama qo'ymaymiz. Ammo o'zining shaxsiy ko'z qarashlari va ideyalarini uyushmaning qurilish maqsadiga xilof holda
uyushmaning ijtimoiy taratquları tarqitib, uyushmaning obrazini bulg'ishini va boshqa uyushma a'zolarini xalq nazarida o'zidek ko'rsatib qo'yishga yo'l qo'yolmaymiz. Ya'ni, shu asosiy sababga Ahmadjon Osmonni Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar Jamiyatidan chiqarib o'tishninki sabablari ekan. Bu bayonotni o'qib qo'yay. Bayonot. Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi millatimiz irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan va til, din, madaniyat, ma'rif, adabiyot, san'at qatorliq barliq sohalarda jiddiy xirasga duch kelayotgan paytda muhojiratda Uyg'ur adabiyotini saqlab qolish, vatandagi Uyg'ur adabiyotiga kuchining yetishicha varislik qilish, muhojiratda Uyg'ur adabiyoti orqali milliy ruh yetildirish maqsadida 2018 yili 4 ayning 15 kuni bir turkum fidokor, vatanparvar, mas'uliyatchan va himmatli qalamkashlar tarafidan qurilgan edi. 4 ayning 15, benim 4 ay 12 tug'ilib ekanman. 4 ayning 15 kuni ekan bu uyushmaning qurilgan kuni. Uyushma qurilgan kundan tortib vatandagi Uyg'ur adabiyotiga varislik qilishni asosiy prinsip. Vatandagi Uyg'ur adabiyotiga varislik qilishni asosiy prinsip. Shukan muhojiratdagi Uyg'ur adabiyotining mavjudligi va gullanishini maqsad bir turkum qalamkashlarni to'plash va yetishtirib chiqishni nishon qilib, milliy ruhni yetakchi ideya qilgan asosda xizmat qilib kelmoqda. Milliy ruhni yetakchi ideya qilgan asosda xizmat qilib kelmoqda. Uyushma qurilgandan buyon izchil iqtisodiy va ijtimoiy besimlar qaramay, hozirgacha har xil janrlarda 25 parcha kitob nashr qildi. Bundan boshqa ko'plagan muhokama, xotirlash yig'ini, adabiy faoliyat, kurs va yig'ilishlarni o'tkazdi. Bu jarayonda izchil vatanimizning mustaqilligi, millatimizning hurriyati, xalqimizning diniy e'tiqodi, milliy qimmat qarashlari, an'anaviy axloq mezoniga uyg'un bo'lish prinsipiga amal qilishga tirishib keldi. Bu jarayonda izchil vatanimizning mustaqilligi, millatimizning hurriyati, xalqimizning diniy e'tiqodi, milliy qimmat qarashlari, an'anaviy axloq mezoniga uyg'un bo'lish prinsipiga amal qilishga tirishib keldi. Tamam. Vaholanki, keyingi vaqtlarda uyushmaning rahbarlik va hay'at qatlamida saylan sababli jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Uyushmaning ishlari asosan falaj holga tushib qoldi. Eng muhimi, uyushma raisi Ahmadjon Osmonning Uyg'urlarning diniy e'tiqodi, milliy qimmat qarashlari va sog'lom ideologiyasiga tamoman mos kelmaydigan va zid shaxsiy ko'z qarashlari uyushmaning ijtimoiy taratqularida tarqalib, uyushmaning xalq oldidagi obraziga ig'ir ziyon yetkazdi. 10 ayning 1 kuni e'lon qilingan bayonot. Qaranglar. Eng muhimi, uyushma raisi Ahmadjon Osmonning Uyg'urlarning diniy e'tiqodi
milli kıymet qarashları ve sağlam ideologiyasiga tamamen mos kelmaydigan zid shaxsiy ko'zqarashlari. Bu shaxsiy ko'zqarashlarkan, buni bildik. Uyushmaning ijtimoiy tarqalib, uyushmaning xalq oldidagi obraziga ig'ir ziyon yetkazdi. Bu bir mushu Ahmadjon Osmon efendimning to'g'riliq mushu bayonotni e'lon qilishiga sabab bo'lgan narsa. Mana qaranglar. Ahmadjon Osmonning Uyg'urlarning diniy e'tiqodi necha ming yildan beri sufizm. Uningdan burun ko'k tangri e'tiqodi, shu e'tiqod to'g'risida gap qilyapti Ahmadjon hozircha. Milliy qimmat qarashlari. Milliy qimmat qarashlari to'g'riliqmi gap qilyapti. Oğuzname'ni okumatıdı, kıssa to'g'rida gap qilyapti da qissani shu. O men to'g'ri yoki xato demadim. Faqat shu ash to'g'riliq milliy qimmat qarashlaridan qezib shu to'g'ri gaplarni qilyapti deyapti. Sağlam ideologiyasiga tamamen mos kelmaydi. Yani sağlam ideologiya qanday bo'ladi shu? Sağlam ideologiyasiga tamamen mos kelmaydi. Ve zid debdi. Shaxsiy ko'zqarash. Uyg'urlarning ideologiyasi nima? Agar dunyo Uyg'ur yozuvchilar jamiyati Uyg'urlarning sog'lom ideologiyasining nima ekanligini to'g'riliq bir ma'lumot bersa, biz o'rganib olsak, yaxshi bo'lardi. Bu ideologiya to'g'riliq bir ta'bir berib, undan keyin bu sog'lom ideologiya zodi nima? Shuni bir deb bersa, yaxshi bo'lardi. Biz shu 3 nuqtaga men hayron qilibman. Biz hech qanday shaxsiyning shaxsiy ko'z qarashidan ve onu ifadeleş erkinliği çekleme koymayız. Tamam, çekleme koymaydı. Yazgıçılar eğer o çeklimini koysa yazgıcı bulanmaydı. Yazgıçılar şunun için bağ. Ağızlı diyenmeyenler kalemleri ifadeleş. Şun bağ. Ya ki ağızlı değilgenlerini hatırlayıp halkı yetkisi için bağ. Ama özünün şəxsi göstərəsi və ideylərini uyuşmanın quruluş məqsədi xilaf halda. Uyuşmanın ictimai taratqılarını tarqıtıb, uyuşmanın obrazını bulğuşunu və başqa uyuşma əzalarını xalq nəzərində özüdə görüşdə yol qoyulmaydı. Yani bu qanday gap şu. Bir uyuşmanın içindeki adam o yerde bu dünya Uygur yazmışlar uyuşmasınınki köz karışı muşundak dep ifade qilmadi. Ben bunda qarayman deb ismini ben bunda qarayman yoki deb shu programmani qilyotdi. Al qissa deb o'zi Oğuzname'den Uyg'urlarning milliy nimalar to'g'ri bu gaplarni qilyotdi. Bu albatta o'zining shaxsiy nimasi endi. Bu qarorlarimga men qarshi demoqchi emasman, ammo tushunmayapman bu şeylarni. Bizim Uyghur Akademisi'nin bağında işlerci. Öz vaxtında fəaliyyət qılan vaxtında birisi papap dedim şeyhim, benim ustazım Eydiz kesilinin doğrusunu tapdı degendin ki bunun karşı Taşbulat Ruzu bilen Gilgece ikisi əzi qılımız biz bunu dünya uyup nimeler seyya nimesiga əzi qılımız deb qattiq bizga nutq ketdi. Besim işlib ketdi. Hatta buni aşı Bilal talab qilgan o'xshash 24 saatning ichida chuqur ashula nimadan chiqib o'tishinglar kerak dedi. Kim biz to'g'ri bayonot e'lon qilgan, o bayonot bor Uyg'ur Akademiyasi to'rbetida. O'qib baqsanglar bo'ladi shu. Yerda shu bizning bu Uyg'ur Akademiyasi so'zlangan haqida bir narsa bizni nima qilmaydi. Bizning ko'z qarashimiz emas shu. O shu odamning shaxsiy ko'z qarashi, biz faqat sahna hozirlaymiz. Dedik. Şu beyanatni e'lon qilganligimizda yine shu yine kim bizni erkin sidiq din to'g'riliq maqola yozsa shuning bilan shu bayonot e'lon qilgan shu odam Eydiz kishining doğrusini topdi degan. Keyin erkin sidiqni eshakka ta'til mingizib shu
sazayı kıldıgan alet keldi bu da bu dinlik şu an mesut dedi de şimdi ona hocam sizden kolunuzga kalem oğlamdı sen he onu şu değil ama yazmamsın. Ha şu yazgan bolsa hata dep bunu şu yoki u anda qaraydi men manda qarayman deb o'zingizning fikrini o'ttirib qo'ysangiz bo'lmadimi? Nima manga eslab desam ular biz to'g'riliq men to'g'riliq bayonot e'lon qildinglar bu Ahmet u nima Erkin Sadiq to'g'riliq bayonot e'lon qilmamsizlar deb ishladi. Degandan keyin va qanday odamning fikri o'ziga tayyor biz uni shu nima ish bayonot e'lon qilamiz dedik ayda qutuldik. Dünya Uyghur yazgıçılar obrazını bulguluşunu ve başka uyuşma a'zolarini xalqimizning ichida ko'rsatib qo'yishga yo'l qo'yolmaymiz, tamam. Yani bir uyushma bo'lgandan keyin e, yo'l qo'yolmaymiz debdi. Dünya Uyghur Yazıcılar Uyushmasi Uyghur edebiyotining muaciratda saqlanib qolishi va rivojlanishi uchun to'liq muhim bir organ. Muaciratdagi Uyghur edebiyotining sog'lom mengishi uyushma xizmetining texnik unumlik va to'g'ri shaklda elib berilishi uchun yangidan tashkillangan uyushma hay'atining birdaq qarori bo'yicha Ahmadjon Osmonning raislik o'rnining bekor qilinganligini, shundaqla bir qism a'zolarning a'zolikdan chiqarib tashlanganligini muajiratdagi xalqimizga bildiramiz. Hurmat bilan Dünya Uyghur Yazgıçlar Uyushmasi hay'ati 2025-yili 10-oyning 1-kuni bayonot turibdi. Mushu bayonot e'lon qilingandan keyin bu bayonotni ichiga kirib ketmay endi shu. Bu yerda boshqa bir masalalar bor. Endi gap qadar bayonot turibdi. Mushu kirib ketmay endi shu. Bu yerda boshqa bir masalalar bor. Endi gap qadar bayonot turibdi. Mushu kirib ketmay endi shu. Bu yerda boshqa bir masalalar bor. Endi gap qadar bayonot turibdi. Mushu kirib ketmay endi shu. Bu yerda boshqa bir bu sizga qarshi qilingan gap emas. Nima Qalbinur Avutninki so'zini yaxshi tingshaylar. Bu sizga qarshi qilingan gap deyilgan savol emas. Nima Qalbinur Avutninki so'zini yaxshi tingshaylar. Bu sizga qarshi qilingan gap deyilgan savol emas. Nima Qalbinur Avutninki ovozda qayta chiqyapti, qayta kelyapti hozir. Bu sizga qarshi qilingan gap deyilgan savol emas. Nima Qalbinur Avutninki ovozda qayta chiqyapti, qayta kelyapti hozir. Bu sizga qarshi qilingan gap deyilgan savol emas. Na Qalbinur Avutninki so'zini anglaymiz. Yozgan. Bu sizga qarshi kelgan savol emas, ha? Yazgınınızı yazılgan inkastan okup barlık Uygur erleridir. Qalbinur Avutninki so'zini anglaymiz. Yazgan. Bu sizga qarshi kelgan savol emas, ha? Yazgınınızı yazılgan inkastan okup barlık Uygur erleridir. Qalbinur Avutninki so'zini anglaymiz. Yazgan. Bu sizga qarshi kelgan savol emas, ha? Yazgın nima debdi? Bu sizga qarshi deyilgan gap emas. Qalbinur Avut. Yazgınınızı bu sizga yazılgan inkaslarni o'qib barliq Uyg'ur erlaridan so'rag'im keldi. Barliq Uyg'ur erlariga savol tashlabdi. Qalbinur Avut qarindishimiz.
Bu sizga qarshi kelgan savol emas, ha. Yozganınızı yazılgan inkasdan o'qib, barliq Uyg'ur erlaridan so'rag'im keldi. Qachonliqqa Kompartiyaning g'aljir ishtlariga kuydirilgan Qachonliqqa Kompartiyaning g'aljir ishlariga kuydirilgan do'ppilarning basam tullaning hisobotini qilasizlar. Soldurib olasizlar. Mushundaq aldiraysizlar. Ahmadjon Osmonga qarata birlikchaga nafratinglar kabi Xitoy nafrati qachonliqqa birlikka keladi. Nihoyat güzel savol bu. Sualingizga mening bilishimcha javob yozib qo'yay. Kompartiyaning ishtlariga do'ppi va baqasamlarni faqat vatanda va yoki Beyjingga ko'tarmakashlik qilg'ili borgan sotqinlar kuydirib qo'ygan. Hozir bizning u yerga berib, faloncha kuydirib qo'ygan tonni sala deydigan bizning hech kuchimiz yo'qligini sizmi bilasiz haqiqatan. Sala desimi ashuni kuydirgan odam o'zi deyalay. Boshqalar emas. Men ham bu yerda Ahmadjondan tonni sening demidim. Men faqat Mao yozuvchilar uyushmasi sahifasini pokiz tutishgan degan maqsadda chiqardim. Men o Ahmadjonning diniy ko'z qarashlariga hech qarshi emas. Qaysi dinga e'tiqod qildim? O o'zining ishi. Ammo lager shoyidiga til uzatmoqchi bo'lsa, qarab tursak bo'lmas. Yiroqdagiga kuchimiz yetmedi deb, yaqindagi bilanmi karimiz bo'lmaslik kerakmiydi deb yo'g'on bir savolni so'rabdi. Endi maya qaranglar. Qalbini ravut. Bundaq kollektiv savolga hech qaysi bir Uyg'ur erining qalbinglarga Uyg'ur jamiyatining yukini ustinglarga olgan holda javob bermaydiganliklarini bilaman. Mana qaranglar. Hech qanday bir javob bermaydi bu savollarga. Javob beradiganim chiqmaydi. Ashuni bilaman debdi. Ahmadmu men qilmagan, Samatmu men satmagan. Amsa biror qozoq yoki qirg'iz yoki arab kelib satdimi? Bilishimcha Ahmadjon Osmon o'z ko'z qarashlarini tashlab o'zi to'g'ri deb qaramaganni o'z tanqid ko'zida qarayotdi. Men shaxsan nurg'un qarashlarini tushunmadim. Texmi to'g'riroq tushunamadim. Rumiy Navoiylardan yo'lga chiqqan insonchi falsafasini balkim mangu tushungudek seviyaga borolmasligim mumkin. Hamda tinmasdan ve hem de bu sebeple tinmasdan şahsiyetinden tatip şairligigacha, itiqadidan tatip ailesigacha haqoratlanyapti. Kollektiv bir hujumning ostida desam ortiq bo'lmaydi. Ammo men uning biror kishining shaxsiyatiga hujum qilganini ko'rmadim. Nima gibi? Nihoyat to'g'ri. Allah razı olsun. Odunumuzdaki şəxsinin nima iş ekanligini to'liq tushunmay, to'g'riroq tushunishga tirishmay turib, til uzatdi, haqorat qildi deb ustiga chiqish sizni johillik, ko'kamilik emasmi? Qachondan beri bizda insonlardan boshqalarning zehnini o'qiya oladigan super kuch paydo bo'lib qoldi. Gapim muhim. Dinimiz mushundaq qatmal, rejimsiz, o'zining boshqa hech kimni sig'dirmaydigan qitg'or bir dinmi? Tamam, yomon, yaxshi savol. Biz dushmanni hujum nishonini kimga qaratishimiz, diqqatimizni nimalarga sarf qilishimiz kerak? Tamam, güzel. Yil o'tib siz Ahmadjon Osmonning lager shoyidiga til uzutishi sababli
tonning nesi qolgan puli yodingizga yetib suylayotibsiz. Qarasam, Ahmadjon Osman Tursunay halimizning diginiga binasi debdi. Buni til uzatdi deb tushunish qaysi mantiqiga uyg'un? Cho'qim bizning ideyimiz, to'g'ri xatoyimiz o'pmi o'xshash. Bir-birimizniki bilan udul jipslashishi kerakmi? Bo'lmasa siqib chiqilishimiz kerakmi? Ahmadjon Osman qandoq bo'lib bu Qur'onchilar bilan bir yipqa tizilib qoldi? Onu tushunmadim. Nima gapga? Ahmadjon Osmanninki o'sha Qur'onchilarga qandoq qaraysiz? Yani biz to'g'riliq degan gapini shu men shunday qarayman deganning 28-qismga deyman. Maxsus bisanda shunga qarasangiz tushunasiz. Bizga qarshi chiqmag'lik. Shunga shu yerga tizilib qiliqlik. Shu yipqa. Xulos kalam, bu hareketiniz savdogarligingizga va balkim sizning qimmat qarashingizga uyg'un bo'lishi mumkin. Ammo sizning buni birining haqoratlanishiga so'rin qilib berganiniz jamoatning zihnini isrof qilganingiz bilanlab qoladi xolos. Nihoyatda to'g'ri qisman yerlarga bu Qur'onchilar bilan qandoqsiga bu yerda savol tug'dirib qo'ydim ha. Kechirsizlar, ba'zilaringlarning inkosini yuvitib turdim. Chunki shaxsiyatiga tillashib ketsanglar, men o'ng'aysizlanib qolar ekanman. Chunki hech bir talash tortishning oxiri chiqmaydi. Bu hammamizga ayon. Shunga naq unumli ish qilgan yaxshi deb o'ylayman. Men buni tününgünü yezip boğar. Ve yanıla şahsiyetiki tiydiğen gaplarni tozlayverma debdi. Tamam. Şahsiyetiga tiydiğenlarni tozalang. Endi Elyar Eysa degan qarindoshimiz qalbimizga debdi. Bu suolimiz mengu javobsiz qoladi. Hammamiz shu Uyg'ur pushti. O'z millatimizni suyamiz. Ammo Uyg'ur faxrlangudek millat emas. Hatto erkin fikrlashgudek, o'xshash bo'lmagan fikrlarni qabul qilgudek jur'at yo'q. Deyilayotgan gaplarni, alg'u surilayotgan nuqtai nazarni tushungudek umach aslo yo'q. Siz tahi shu baqasam tonlarning so'riqini qilatamsiz. Uning so'riqi mangu bo'lmaydi. Xitoyga kelganda bular ko'zini majburiy chin yumishga odatlangan. Chunki dushman bularning tasavvuridan halqib o'tgan darajada qudratli. Ammo o'z millatidan biraylan chiqib, biz Uyg'ur nomiga qaytadan uyushayli, yo'qab ketmayli, dinga to'g'ri muomala qilayli, uni milliy kimligining ustiga qo'ymayli degan hamon har xil hujum, shaxsiy hujum, ishqilib, o'ylab yetarliganning hammini bir davomlasa hisob emas. Bo'layotgan ishlar shu. Bizga qilingan haqoratlar shu, boshqalar qilinganmi shu. Demak, bu qarindishimizning Uyg'urlarniki bugun shu programma qilishimiz sababli boshqa emas. Mana shunday yaxshi inkoslar tushib ekan, bularni bir yetkazib qo'yay. Bu bir xotir bo'lib qolsin dedim. Bu hozirgi ro'y holatimizni tushundirdi. Siz tahi baqasam to'llarning so'riqini qilyapsiz, uning so'riqi mangu bo'lmaydi. Xitoyga kelganda bular ko'zini majburiy chin yumishga odatlangan. Chunki dushman bularning tasavvuridan halqib o'tgan darajada qudratli. Ammo o'z millatidan biraylan chiqib, biz Uyg'ur nomiga qaytadan uyushayli, yo'qab ketmayli, dinga to'g'ri muomala qilayli,
Onu milliy kimligimning ustiga qo'ymayli degan hamon har xil hujum, shaxsiy hujum, ishqilib o'ylab yetaliganning hammini bir davomisa hisobimiz. E'tiqod shu shaxs bilan biz aslo tushunmaydigan yaratquchi o'tirisidagi munosabat. Bularning buncha o'zini ufurtib qo'g'dab ketishiga u yoqining ehtiyoji yo'q. Aminatda hech kim hujum qilmadi bularga. Shunchalik mantiqini tushunish kallasi yo'q. Bular odatda qiladigan ishi yo'q. Telefonda dunyodan ololmagan uchini oladigan. Iqro qilishni xohlamasammi, reallikqa yuzlanmay amal yo'q. Bizni qutuldiradigan boshqa kuch yo'q. O'zimiz uchun bo'lsa-mu yaxshi yashaydi. Yeydigan rizq bo'lsa, uzoqdan keyingi bir kunlarda bir gap bo'lar. Yaxshi yashar. Qur'onchilar bilan bir sepkima deb gaplarni qilib shuni so'rab qo'ydim. Mana yigit Bilal. Bundaq odam qalbidan chiqqan munofiqqa bir tal yipmi bermas kerak. Ana nima? Buni minnatxo'rlik va nomardlik deymiz. Qaysi urug'dan turilib qoldi bu murtatlar? Kechgacha urmasa bugun poq yemabdi deymiz. Pul urganda urdi deb qo'ying debdi. Mana. Kechgacha urmasa, Xudoyim, Xudoyim. Bu insonlar. Mana holimiz shu. O'sha tabloni ko'rib olinglar qadrli qarindoshlar. Bular tahi jur'at qilib, niyaga binas yozganlari. Yazamaganlarim bor shu. Avval shu bu bir bizningki toplumsal, yani ommaviy bir ro'yi holatimiz shunday holatga tushib qolib bir holatda biz hatto bizninki chiqargan kitoblarimni to'g'ri o'sha kelganlarni sizlarga so'zlab berdim. Hatto Qur'on suralarining kimligi bilan Qadar risolasi va Shariy degan kitobni chiqardim. Bu kitobni taqishga bizningki Yidiqut restoraninki bir qarindishimiz rahmatli ko'p ketdi. Shu qarindishimiz yordam qilganda. Kim bu kitoblarni bizningki deb shu Yidiqut restoranini taqasa, o kitobni qanday qildi desanglar, bosh kitob shu. Buni shunday chiqarib qo'ydik. Qadar risolasi va sharhi. Tadbirim qanday bo'lsa, taqdirim shunday bo'ladi. Endi bu kitobni chiqardik. Chiqargandan keyin uni tarqatdik. Shu restoranga olib qo'ygandim. Shu restoranga tushirdik. Shadim bu kitobni sotmasanglar deb talab qilgandim bekchi bo'libdi. Undan keyin hatto o kitobni çöpke tashlab etaman deganlar borki, uni bu qarindishimiz çöpke tashlamanglar, bu kitob pul setib, pul berib chiqargan kitob deb nasihat qilib kitobni qutqizib olibdi. Qadar risolasi va sharhi. Buningki tushirilish qatim soni
qarab baksak, El Kitap degan tor betida qarab bakılı. Hmm, 4483 qatam tushiribdi. 2017-yilda chiqarilgan kitapda. Shu kitapni cho'pga tashlashni aytgandan keyin o qarindishimiz o kitapni cho'pga tashlatmanglar deb qutuldirib olganda, shunga o'xshash ishlar. Hatto ba'zida kitapni satsang do'koningni vayron qilib o'taman deb nima qilganlar bor. Ahmadjon Osmonningki yozmalar ekan, doim yozyotidi, o'zining ko'z qarashlarini ifoda qilyotidi. Bizmi o'zimizniki ko'z qarashlarini ifoda qilib qo'ydik. Vahdatul vujud tushunchasiningki qisqacha tarixini Kerem Zahir so'zladi, uni chiqarib qo'ydim. Menmu Ahmadjon Osmonningki bu tushunchalar to'g'riliq, Qur'onga ko'ra asmoil husna to'g'riliq ba'zi narsa so'zlab qo'ydim. Hamid Nasriddinning bor kirib ko'rsanglar bo'ladi, qadar ko'rsang. Anglasanglar, tinglsanglar bo'ladi. Tadbir yay.com deb yozsanglar tor betimga kiradi ishlar. Tadbir yay.com kirsanglar yana bu to'g'riliq mazmunlar bor. She'rdan ko'rib olsanglar bo'ladi, qadrli do'stlar. Meylam sizlar bugun juma muborak bo'lsin. Allohning o'zi omonat. Bu bir xotira bir program qilish niyatiga kelgandim, qilib qo'ydim. Qolganini o'zinglar fikrlaringlarni o'zinglar o'tirib qo'yasizlar. Allohning o'ziga omonat. Ko'ngil yerim bo'ladigan ishlardi. İnşallah. Bundan bo'lmas. Yaxshilik ketdi bu ishlar. Ahmadjon Osmonga ishim og'ridi. Ahmadjon Osmonning tushunchalarining hammasiga qatlanmasammi, ba'zi milliy birlik to'g'riliq qilgan gaplarga, Uyg'urlarningki milliy ruhini uyg'otish uchun qilgan faoliyatlariga, so'zlariga qo'llayman. Qarshi ba'zi fikrlarga qarshi bo'lsammi, vahdatul vujud yoki boshqa nima to'g'riliq. Ammo milliy ongni yuksaltirish yo'lida qilayotgan xizmatlarga qarshi emasman. Her qandaq bir odam, her qandaq bir qarindishimiz o'zininki her qandaq tushunchasini o'ttirib qo'ya oladigan, shuni bayon qila oladigan bo'lish kerak. Nimaga ishongisi kelsa, shunga ishonish u odamning o'zining erkinligi, o'zining tanlashi bilan vujudga chiqishi kerak. Hargizmi anamdan men musulmon, anamdan tug'ilib kelgan, anamdan musulmon bo'lg'achqa men musulmon deydigan mana musulmonlarchilik bizni xatarlik yerga apurdi yoki xristianlik yoki boshqa bir narsa. Din tug'ilish bilan bo'lgan narsa emas. Tug'ilgandan keyin, aqldan o'tgandan keyin, undan keyin tanlanadigan bir narsa. Shunga bu to'g'riliq izni beqishinglarni umid qilaman. Har qanday bir odamning ko'z qarashlari tufaylidan unday odamningki yer bilan yakson qilinishiga, darga esilishiga, tillanishiga, shaxsiyatiga hujum qilinishiga men qarshi, boshqa qarindoshlarmi balkim qarshi bo'lishi mumkin. Shunga bu jihatda biz diqqat qilishimiz kerak. Texi bir millat bu bulanmaganligimizningki bir ifodasini bu qanday bilmadim. Türkiye'de yaşaganınki, chet elda yaşaganınki foydasini ko'rayli, egri bes qilayli, fikirga fikir bilan qarshi turayli, yoki bo'lmasa dalil bilan, isbot bilan, fakit bilan
oturup koyaylı. Şuna özün gepning kıskısı, özümüz itikat kılıvatkan dinin nime işkelligini bilip turup, akısın mıngaylı, bo'lmasa çatak kadarlık kardeşler. Şuna Kur'an'a davet kılıvatımız, Kur'an'a kaytaylı, Kur'an'a çim esilaylı davatımız. Başka gep yok. Allah'a özgü emanet. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve